Gentrani arzondan so'raganlarga 2015-yil Gentra. Mana bu fara oblisovkalari olinganiga bir strashni holat deb o'ylamanglar, просто polirovka qilinyapti mashina. Men mana shu holatda olib ko'rsatay dedim obunachilarimga. Sababi mana shu kim aytsa ham oldi butun, arqa butun deydi. Buni holatda ko'rsatib bo'lmaydi. Mana mashinani oldi arqasi полностью butun akalar. Chotki holatda. Motor qismlari kraskasi bor ekan, mana shu kapotda kraska bor ekan. Bu ham betida, mana shu krilloda, bu ham o'sha ustki qismida xolos. Mana eshikda ham mana shu betida ozgina kraskasi bo'lgan. Mana shunaqangi holatda. Salon qismlari ham vashim zo'r chotki. Salon qismlari, monitorlari bor. Deflektorlarni ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Salonlari umuman bez rasxod mashina. Olasiz minasiz. Polirovka ham qilib qo'yishyapti. Bonusiga balonlari mana yaxshi holatda. Bu holatda ustaxonada olganimiz sababi arzon ekan. Sizlarga ilindim akalar. Arzon mashinani illaman har doim. 2015-yil Gentra. Probegi qancha edi? Probegini ko'rmayapman. 300 ming yurgan ekan. Narximiz $5300. Kami bor. Chotki qilib kilometri berishadi. Bemalol telefon qilib baraka qilib olib mazza qilib minadigan xonasi akalar. Telefon qilaverasizlar.